Assalomu alaykum. Rangsiz gullardan gapiramiz. Bizda syomkalar jadal davom etyapti. Mana bu yerda qaranglar, mana qizimni, Hilolani, Madinani rolini zo'r o'ynagan. To'g'rimi? Buni ikkita dadasi bor. Serial dadasi bor, hayot dadasi bor. Va bu yerda mana Shabnam. Assalomu alaykum. Sitor o'zi Shabnam bilan juda o'xshash, chunki ikkalovligi ham mana shu o'zini olami bor. Bu yerda mana Sarva. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Tinchmisiz? Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Eski gvardiya, eski Sarvinoz Mannonova ko'z tegmasin. Rahmat. Mana bu yerda mana Oysha opam, Assalomu alaykum. Hokisor opa. Va bu yerda onam. Assalomu alaykum. Umringiz uzoq bo'lsin, taningiz sog' bo'lsin. Va bu yerda hamma asabiy tegib, o'zidan o'zi yig'lab, o'zini o'zi urib, ana tomi ketayotgan qiz. Ya lekin hech kim tushunmayapti bu rolligini. Nimaga yomon kommentariyalar yozasizlar? Va Dunyoxon. Sog' bo'linglar.